Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satışa chiqqan joyimiz görüp turganlaringizning Uraloga yanında bo'ladi. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, görüp turganlaringizning Xalqbank Dekkan bozor park bo'ladi. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, shahar hokimiyati bo'ladi bu yanimiz. Bu yanimiz Detski Banisa taraf bo'ladi yine. Görüp turganlaringizga mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanimizga keladigan bo'lsak yine Mehriban Ettel i Urganch davlat universitetine gitadigan yolumuz bo'ladi. Zor joyimiz kirpishli domda bo'ladi, 3 xonali bo'ladi. Tayyor holatda esa joyimizni ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Gitdik esa hurmatli yurtdoshlar. Yurtdoshlar 4-qavatimizga yetib keldik. Görüp turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Yine girish yerimiz ajoyib, keng tushgan. Chap qo'limizda prixoshka zonasi. Görüp turganlaringizning berimizda trimasi qo'yilgan ekan. Oyoq tiylarimiz laminat ekan. Yine eshiklarimiz görüp turganlaringizning taxta eshik bo'ladi. Yine girish qismimizni ko'rsatib beramiz. Eshiklarimiz demir eshik bo'ladi girish qismi. Berimizda spannimiz bo'ladi. Bir yandan tanishtirib chiqamiz. Spannimiz ham yine görüp turganlaringizning shunning ko'rinishda ajoyib bo'lib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, kirpishli dom bo'ladi. Aynaları akfa ayna bo'ladi. Akkuratni bo'lib turibdi, fondan chiqib turibdi joyimiz, akkuratni. Ajoyib bo'lib turibdi yine görüp turganlaringizning. Normalni holati. Yankıdan bir ne bo'layotgani yo'q, kir bo'lib turgan joyi yo'q. Akkuratni bo'lib turibdi joyimiz. Tualeti, vannasi alohida bo'ladi. Berimiz tualeti, oyoq tiylari kafel, da patologdan kafel qilingan. Arestollari qo'yilgan 80lik. İmtazları bor. Ajoyib. Berimizni vannamiz ham oyoq tiylari kafel, da patologdan kafel qilingan. Ajoyib etib, chiroyli etib turibdi. Akkuratni bo'lib turibdi. Joyimiz yine ko'rib turganlaringizning kir bo'lib turgan joyi yo'q. Normalni bo'lib turibdi, ajoyib bo'lib. Tak, doğrumuzda berimizde ovqatlanib o'tiradigan joy ekan yine. Berimizdan bir ajoyib bo'lib turibdi yine. Oyoq tiylari beri kafel ekan. Joyimiz yine plastik tepeleri görünüşü. Tak. Doğrumuzda kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham yine gaz plitalar bor, vitishkalar bor del, kafel bo'lib turibdi. Ponni kafel qilingan ekan. Görüp turganlaringizning. Ajoyib gaz, sudan muammo yo'q. Berimizda kat yo'li yine. Kat yo'li bu yerda qo'yilgan. Gazı bor. Gazdan muammo yo'q. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mestasam zor joyda. Joyimiz kirpishli dom bo'ladi. 3 xonali bo'ladi. Berimiz zalimiz bo'ladi. Zalimizni görüp turganlaringizning keng tushgan, kichkina emas, akkuratni bo'lib fondan chiqib turibdi, ajoyib bo'lib yine. Hozir bir yandan ko'rasizlar. Ajoyib. Joyga gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tganimizdek akfa ayna bo'ladi hamma yeri. Akfa ayna. Mebellar qo'yilgan ajoyibundan, yaxshisidan. Tak. Berimiz yine bir spannimiz bo'ladi. Berem yine görüp turganlaringizning akkuratni bo'lib turibdi berem. Beri eshikni bir yerdan ochib bergan ekanlar. Xohlasanızlar, ariyandan açsanızlar, xonasi alohida bo'ladi. Bula bir yerdan ochib bergan. Ben ham o'tirgan ekanlar. Avval eshikni ham tarafda bo'lgan ekan. Shunda hurmatli yurtdoshlar, joyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 465 milyon deb turibdi. Gelişlerde xudo xolasa üstünde joyimiz kredit asosida sotiladi. Shuning joy so'rab birgan danışib berishlari tashakkur qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hurmatli yurtdoshlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasizlar.